kurslardagi natija kimga yoki nimaga bog'liq. Shuncha psixologlar kurslarida o'qidim, lekin o'zim istagan natijaga chiqa olmadim degan savollarni juda ham ko'plab olamiz. Keling, bu boradagi men bir nechta sabablarni, faktorlarni ko'rsataman. Bugun birinchi sabab bilan tanishib chiqamiz. Bilasizmi, odatda kurslarga kirar ekanmiz, men pul to'ladim, men kursga dostуп oldim, ya'ni kirish imkonini oldim, bo'ldi, okey, men endi o'zgartirib qo'yishadi. Ya'ni bizda ko'pchiligimizda shunday bir fikr borki, agar biz kursga to'lov qilib kirsak bo'ldi, shu hamma narsa o'zgarib qolishi kerak. Yo'q. Siz kursga to'lov qilib kirdingiz, kursdagi ilmni, kursdagi bazani qo'lga kiritish va undan foydalanish uchun. Lekin kursga kirar ekansiz, siz kursga dostуп oldingiz, sotib olishlik orqali. Lekin sizni o'rningizda hech kim kursdagi bazalarni o'zlashtirib, vazifalarni bajarmaydi. Demak, odatda kursdagi natijalarni orqaga suradigan asosiy faktorlardan bittasi, siz kursga kirar ekansiz, shunchaki to'lov qismini amalga oshirishlik bilan natijani o'sha kutishni boshlaysiz. Xuddiki bu jarayonda shifokorga borib, shifokor sizga yozgan tabletkalarni olib ichmagan insonga o'xshaysiz. Tabletkalarni retseptni berishlik hali bu sizni shifolanishingizdagi birinchi bosqich. Lekin keyingi bosqich bor. Asosiy qismi jarayon. Siz tabletkalarni vaqtida ichar ekansiz, vaqtida shifokor bergan yo'riqnomaga to'g'ri qoidaga rioya qilar ekansiz, sizda jarayon o'zgaradi. Keyingi sabablarni esa kutib qoling.